Ey do'stlarim, bu dunyoda ortda qolgan iz yaxshi. Bulbul yo'q bahordan, qumru to'la ko'z yaxshi. Minnat to'la halvodan, ayvondagi muz yaxshi. O'pich ko'rgan paridan, sepkil toshgan yuz yaxshi. Hozirgi davr o'zbek milliy adabiyotining ko'zga ko'ringan iste'dodli shoirlaridan biri Muhammad Yusufdir. U 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida oddiy oilada tavallud topdi. U Yusuf ota va enaxon ayalarning 2 o'g'il, 3 qiz farzandlari ichida erka dilbandi bo'lib ulg'aygan. Noyob iste'dod sohibi bo'lmish Muhammad Yusuf bolalik chog'larida sho'x yigit bo'lib, ko'p narsalarga qiziqqan, yuragida muhabbat, tomirlarida oqayotgan qonning jo'shqinligi uning she'rlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Muhammad Yusuf bolalikdan ziyrak, juda qiziquvchan bo'lganligi bois ko'p kitoblarni sevib o'qigan va savollarga javob izlagan. Shu bilan birgalikda Muhammad Yusuf ochiq ko'ngil va xayolparast bola bo'lib, she'riyat va adabiyotga mehri juda baland bo'lgan. Bunday mehrni uning qalbida buvijonisi Tursunxon ena uyg'otgan edi. Muhammad Yusufning qalamiga mansub dastlabki kitob 1985-yil nashrdan chiqqan bo'lib, Tanish teraklar deb nomlanadi. Uning Iltijo, Bulbulga gapim bor, Uyqudagi qiz, Ko'nglimda bir yor, Ishq kemasi, Halima enam allalari, Yolg'onchi yor, Seni osmonimga olib ketaman, Erkak kiyik, O'zingdan qo'ymasin xalqim, Saylanma, Ulug'imsan vatanim kitoblari chop etilib, ommaga taqdim qilingan. U shunday iste'dodli shoirki, uning har bir she'rida xalqning quvonch va iztiroblari, orzu va armonlarini madh ettirgan. Muhammad Yusuf san'atkorlar ahliga ham katta yutuq keltirgan. O'lmas satrlarni bitgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Muhammad Yusuf xalqimizga qilgan fidoyi xizmatlari uchun 1996-yil Do'stlik ordeni, 1998-yilda O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvoniga sazovor bo'lgan. Muhammad Yusuf garchi she'riyatida sodda so'zlardan foydalangan bo'lsa-da, uning mazmun mohiyatini juda ham boy, chuqur ma'noga ega tarzda yoritib bergan. Mendan nima qolar? 2 misra she'r, 2 sandiq kitob, 1 uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq.